13 ta fakultet, ko'plab talabalar, barchasi Milliy qadriyatlar festivalida jam bo'lishdi. Qarshi davlat universiteti yigit-qizlari milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi chiqishlarni namoyish etdilar. Bu tadbir yoshlarning bayram sayliga aylandi. Tashkil etilgan tantanada universitet talaba yoshlari hamda professor o'qituvchilar o'zgacha ko'rinishda gavdalanishdi. Milliy qadriyatlar millat boyligi hisoblanadi. Yoshlarni ota-onaga, aka-ukaga, opa-singilga, yurtga mehr-muhabbatli qilib tarbiyalashda ham milliy qadriyatlarimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar ta'limda ham, tarbiyada ham o'zini o'rniga ega. E'tibor qiladigan bo'lsalaringiz, milliy qadriyatlar asosida katta sayl bayram o'tkazilyapti universitetimizda. Ma'naviyatimizning asosi bo'lgan milliy qadriyatlar xalqimizning ulkan merosi ekanligini alohida ta'kidlasak arziydi. Globallashuv davrida ertamiz egalarining ta'lim-tarbiyasiga, ongu tafakkuriga tahdidlar kuchayib borayotgan paytda o'zligimizni, qadriyatlarimizni asrab-avaylash muhim vazifa ekanligi ayniqsa ahamiyatlidir. O'zimizning qadimgi milliy odatlarimiz, milliyligimiz, milliy liboslarimiz, qadriyatlarimizni tiklanishiga Navro'z olamga bag'ishlangan ajoyib kecha. Ko'rib turibsizki, mana bizni xorijiy tillar fakulteti talabalarimiz ham mana shu tadbirga o'zlarini faol hissalarini qo'shgan holatda laparlari, qo'shiqlar, milliy liboslar, milliy taomlari bilan kayfiyatlarga yana ham kayfiyat qo'shib, bayram shukuhida bayramni nishonlamoqdamiz. Universitet bo'ylab yurar ekanmiz, atrof naqadar go'zal ko'rinish kasb etganiga ko'zimiz tushdi. O'zbek xalqiga xos bo'lgan beshtosh o'yinlari, zardozlik, ip yig'iruv, arqon tortish, gilam to'qish singari an'analarimiz kelajak avlod vakillarining yurtga muhabbat, an'analarga hurmat tuyg'usi bilan kamol topishlariga xizmat qiladi.